Panki tayyorlashda to'p ikkita xatoga yo'l qo'ymasangiz, albatta sizda ham ideal darajada o'xshab chiqadi. Nonushtaga silliq ketadigan pankelarimizni meni retseptimda asosida tayyorlab ko'rsangiz, aniq bilaman har do'yingizda eslab qo'yasiz. Buning uchun videoni oxirigacha ko'rib, rejani qizartirib qo'ysangiz, kommentariyada to'liq retseptni qoldiraman. Ishimizga iliqroq bo'lgan sutimizni ustiga shakarimizni, qabartmamizni, o'simlik yog'i va asal va tuxum va unni solib, birgalikda qumoqlarni tarqatgan holatda bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Oldindan qizdirilgan tovamizga esa meshogimiz yordamida xamirlarimizni chiroyli qilib olamiz. Agarda bundan kichikroq pankelarimizni tayyorlab ko'raman desangiz, 0,5 baklashkani 3-4 ta teshik yordamida birdaniga 3-4 tadan ham pishirib olsangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik qilayotgan xatomiz tovamizni yetarli darajada qizdirmasdan xamirlarimizni solish. Bunda xamirlarimiz taglari qotib qolishi ehtimoli katta bo'ladi. Ikkinchi xatomiz esa pankelarimizni baland olovda pishirish. Baland olovda pishgan pankelarimiz esa berish bo'lib, ichlari xom bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun pankelarimizni o'rtadan ham pastroq olovda pishirsangiz, bir maromda sizda ham betada o'xshab chiqadi. Mana shu ikkita xatoga yo'l qo'ymasangiz, har safar sizda ham ideal darajada o'xshab chiqadi.